Assalamu alaikum, hürmetli kardeşlerim. Bugün Ulug' Cuma günüňiz mübarek olsun. Bugün Cuma günde kılgan barlyk ibadet Allah, barlyk dualaryňyzy Allah özlerine icabet kılsın. Hem de bugün muşu neçe gündür buyan muşu ictimai taratqularda biraz goldap kılayotgan bir tema var. O bolsumu Müjdokan İsa Efendimiz'in bir Tibetlikle uğurlaştırıp açkan bir jığında, halkaralık jığınken, onunla. Bunun da bu jığında Müjdokan İsa Efendimiz'le medeniyet kırgıncılığı dedi. Biz irqi kırgıncılığı kulağızsak, medeniyet kırgıncılığı deydi o. Diyendek bir temada. Bunu halka burmalap yakunmasa, xude Dolkun İsa Efendimiz'in bir hata sözünü tutup algandek, bir hatalık sadır kılganlygydan bütün halkny buna karşı bir şekilde bir dolkun peyda kılıp atkanlygy ma'lum. Hem de şu sorunun üzerinde şu Birleşken Milletler Teşkilatı olsun ya olsa şu komiteye kadar meyli Tibet, meyli Şarkı Türkistan'daki insanlığınınki iqtisadi ve medeniyet cihette qanday ziyankeşlik uçurganlygy toğruluk dokulat veriş jığını okşaydı. Onu da Turuncu Alavuddin Efendimiz eskertken okşaş Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Medeniyet Komisyonu komiteti ya olmasa iqtisadi komiteti Kişilik hukuk komiteti, o komiteti bu komiteti diyen okşaş, ballarının ayak hukuku, ayallarının ayak hukuku diyendek nurgun komitetleri var. Bu komitetlerin içinde hem şu komitetin adamları gelip üyede bir ahval igelleş, ya olmasa bir dokulat anlaş şekildeki nezide şu sorun kırta gep kılan yapındı. Her kandak sorunda şu sorunun ahvalı kırta, sorgan sualı kırta cevap verişimiz gerek. Bu hemimiz bildiğin bir kaidemde. Onda dümdü gep kısak ya şey, tağdın gep kıs bağını sözler sana dep saladı diyor. Uygurca okşaş. Şunun için bana bir küçük aklı var. Bana bir tefekkür var adam. Bunu çirik işini aydınlaştırarak aklı ve tefekkürü buludu. Ama bunu suistimal kılavatkallar. Bunun bir hatalıkını tutup bunu muşlap vurma, yakımız tuncuktur ütme, ucuktur ütme davet kaldı kimler? Bunu teşkilat kaldı kimler? Bunun zaten yetmekçi oğanı, kımmakçı oğan hizmeti nime? Nimeni kımmakçı bulan? Diyen noktada biz şimdi o karapa kıdağın bolsak, det müstakillik davası, det Şarkı Türkistan'ın hukukunu qoğdaş, det vatanimizin Şarkı Türkistan Xitay tecavüzünün kulduğun kadar iliş, bu maksat yok başka demli çok. Hasadxorluk, münafıklık, piştixorluk, töhmetxorluk, bu bedenide şunda immunitleri küçüyüp ketken, şunda hevesi var, şunda bir fırsatlarda yüzünü köz tutuşke, aldığı çıkıp da bir bu dep xudu bir haq taraf tutup atqandek, xudu bir naiti çoğun işini tevritip etkendek yüzünü köz tutuşke aldıraydıgan fırsatlarda gaççıda yüzünü köz tutuplan. Valaq bulaqda men aşı divilay, men aşı yoğun nesini paş qılıp etey, men mana aşkarlıp etey degan şekildeki okşaş. Neslerini bazağısılış, yani yüzünü bazağısılış, hasadxorluğunu bazağısılış, yüzünün töhmetxorluğunu aşkarlaş, yüzünün kimligini aşkarlaş şekilde bulavatkan işler. Bunu yaxşı qarasa, akıllık adam, ma nokta sözler, ma adam jürk bilen gep qılıp ma mandarak gep qılıp dedi. Ama hatalık sadır, emes modern hatalık sadır buludu. İnsan gepten ketip kalıdı, yakımız hata ifade olap kalıdı, yak tercümedik hatalık olap kalıdı, bir hatalık bulap kalıdı. Bunu ilmi şekilde manda yeriniz hata olap kalıdı. Eğer biz resmi bu davağı hiç kıdığan, davağı köngül bildiğan, Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini kollayım deydiğan, Şarkı Türkistan'ın müstakilliği ağzımızla emas, emini hareketimizde bulduğan, Şarkı Türkistan'ın müstakilliği için iqtisadiyyatdan,
Özümüzün küçü cihettin, vakti cihettin, her aklı cihettin bununla küçük kırışını oylaydıgan ve şu işini izlindiganlardan bolsak, bayrak ne? Yağallarının halkının bir şey tokmak vurduğan, üzümüzünü niqaplaydıgan şekilde kötüleşemez. Hakiki şekilde şu bayrak ne? Şarkı Türkistan Xitaymy deydigan, şu bayrakның kadir kıymetini biladigan, bayrakның kadir kıymetini biladiganlar bilen birleşip mağalaydigan şekildeki insan bu üstümüzde oturup çıksak, onu halk biladi. Bu halkның iki gözü göremez. Mürüsüzlük çok bakmaz. Bu akıl, tefekkür talep kılады. Endi biz zulüm uçurduk, zulüm uçuravatımız. Bunu biz teşkilatlıdan, bunu yoki bir türküm adamlıdan, bunundan körüş mençi to'g'ri emas. Xuddi ishak Xitoy. Ishak kuchimiz yetmay o'rtoqni bo'lib qolgan bo'lsak, vaqtida xatolashgan bo'lamiz. Bizni her jihatdan bizning dinimiz, kimligimiz, siyosiy huquqimiz, bizning mavjudligimiz, bizning aşağıdaki hamma nimamizni merhum qilayotgan, urug'-tuqqanlarimizni ağrıyotgan, bizning bir ko'zimizni qon, bir ko'zimizni azaplayotgan Xitoy. Xitoy tajovuzlariga qarshi biz Xitoyni aniq dushman tunib, Xitoy bilan birga, mushu dushmanimiz Xitoy bilan birga bir septe Xitoyning depini chelayotgan, Xitoyning a yerdagi Hua Chunyun ve Zhou Lijianninki muajirat tutup Uygurca Zhou Lijian ve Hua Chunyun bulayotganidek insonlardan hazır ehlishimiz kerak. Hem şu düşman Xitoyda düşmanga qanday ko'zda qaragan bo'lsak, mushu düşmanligimiz shunday ko'zda qarashimiz kerak. Mushuning o'xshash düşman. Xitoyning munofiqlari ve Xitoy bilan bir tapda turib, bizning da'vo yo'limizga, bizning mustaqilligimizga daxl qilayotganning hammasi o'xshash düşman. Düşmanlar aniq oshkora o'zining düşmanlik yuzi bilan chiqmaydi. Muajiratli düşmanlar. O düşmanlar özünü niqablab turib, her xil şekilde dini niqab, siyasi niqab, müstakillik niqab, axir bayrak, hatta siz bilan bizden o hayacan, vah, deb o'tirib saklab chiqib, siz bilan bizni mushundacho alan qiladi. Ulu veyran buludu. Bir mintiqi aldı keyni bölüp boy bu qanday ish deb bilinmagan bir türküm insanının hissiyatını aldaydı. İnsanının zehnini aldaydı. İnsanının mındaq bir müstakilligi bo'lgan, o'zining mında bir erkinligi bo'lgan, mında bir intilishini aldaydı. Shuni suiiste'mol qiladi. Birisi shuning pulini aldaydı, birisi uning ashundaq bir oq ko'ngilligini aldaydı. Nima deganda? O'zining maqsadiga, o'zining kichikdan pul, obro'y, manfaat uchun shu bichara xalqimizni chila o'ynaydi. Şuna bizim bir yerde işimiz ağrıydığı bu azgın, bu nadan, bu mankurut, bu münafıklık işimiz ağrımaydı. Bizden ağrıydığı aşı nadivan halkımızga. Hiç nimeden habersiz, aşının asli niqabını bilinmeyen şu nadivan halkımızga işimiz ağrıydı. Aş biçarının vakti, köz işi, aş yaxşı müstakillik bo'lgan ümit bağlaştırını küpük aylandırış ve ulanı şu yolda o'zining fidokorligini ümidsizlendirish holatiga kelib qo'ydigan mushunga o'xshash manqurtlar. Va deblan bir narsani putoq tepib, va manda dedi, anda dedi. Biz bu yo'lda Dünya Uyg'ur qurultiyi va o'shulik qilayotgan ishlarni ko'zdan kechirib turib, diqqat qilib, har birisini bunda analiz qilib, to'xtabdi. Ma qilayotgan insonlar, bu toplum, bu jamoat to'g'ri ish qilayotgandi, xato ish qilayotgandi. Hatalıklar yok emez. İnsan bir cemaat bilen, bunu kesbi emez, bunu bir şu kesbini okup çıkan insan emez. Üzünün vakti, zihni, imkanı bilen, üzünün kudreti yetkiçe pidakarlık köstüvatkallar. Bu köstüvatkallarını hatalık olsa, samimi şekilde, kardeşim, miriniz bomba de. Manda buna işe dikkat kılın. Yakımız mama işe hata oldu. Diyen şekilde oturup çıkışımız. Anın deyken, buluğu şu şençi bilen, şu işlerini közden geçirip, toğru kılıvatıdı diyen ümit boğaçka, bunun tarafını qoğdaş. Allah halısa, bu yolda samimi menavatkan,
haq mengayotgan qarindoshlarimiz bilan sabdosh bo'lamiz. U bilan bir qatorda mushu Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun o'zimizning vaqtini, iqtisodini, zehnini o'zimizni fido qilishga tayyor turamiz. Mushu mengayotgan sabdoshlarimizga, qarindoshlarimizga haqorat qiladigan, ularni kamsitadigan, ularni munda tuven ko'radigan, ularni haqoratlab xumorimni bisiqtirma deydiganlarga tegishli javobimizni beraymiz. Biz ularga o'xshash o'zimizni ufurtib, og'zimizni buzib, o'zimizni munda qanbisimizni o'rlitib chiqmaymiz. Loyiq shaklda shularga bir shaklda zarbamizni beraymiz. Ba'zilar deydi, "Voy, u palanch pukunchini bundan qilni, gachchini munofiqni qilsini elevsan munda. Achchini bishtarab qilaversan." Bishtarab qilishga bo'lmaydi. Chunki uni bishtarab qilaversangiz yana biz chiqadi o'rniga. Uni kuzatib bo'g'ichi yana biz chiqadi. Uning nimasini olib bo'g'ichi vaqt chiqib ketadi. Uningdan shuni qo'yib qo'ysangiz, shuni qo'yib qo'yib, insonlarga nimani o'rgatamiz deganda munofiq va hasadxo'r va pishnixo'r, to'hmatxo'rni qo'yib qo'ysangiz, qo'yib, mana mushunda bo'lsangiz, to'hmatxo'r degan ma'vo, munofiq degan ma'vo, pishnixo'r degan ma'vo, hasadxo'r degan ma'vo deb ko'rsatib ibrat qilasiz. Hammamiz bilamiz, jilonning zaharlik, zahar va odamni chaqsa odamning o'ldiganligini bilamiz. Shuni jilonni ko'rsak, hammamiz hazar eylaymiz, diqqat qilamiz, o'zimizni qo'g'dashga va o'zimizni jilondan yiroq tutamiz. Yoki bo'lmasa uni qanday qilamiz? Bir shaklda uni qamollab yo o'ttirib o'tamiz, yoki uningdan mudofaalanamiz. Shunga o'xshash jilonsimon munofiq bo'lsin, manqurt bo'lsin va yoki hasadxo'r bo'lsin va yoki şu neslinin, şu tabiatinin bağlılığını insanlar şunu düşünüp alsa, bilip alsa, uludan müdafialandı. Tabiatida jidonlik var, adamni chaqadigan, adamni ziyon keltiradigan odamlar tipi mushularni hazar aylanlar. Mushularni hazar aylasanglar, yaxshi mavo diniy niqobliq, mavo siyosiy niqobliq, mavo mustaqil niqobliq, mustaqilchi yalg'onlardan mustaqilchi bo'lib olgan. Ammo mustaqillik uchun ish qilinmagan. Ish qilayotgan odamni biz qanday ko'ramiz deganda, shu qilayotgan ishidan, fidokorligidan, xalqqa keltirgan foydasidan ko'ramiz. Qilgan mujodilasi ko'rishi, bunda bir tizg'a vaqtimizda u insonning bizga foyda kelayotganligi yoki ziyonli ish qilayotganligi o'tirib chiqadi. Ammo siz hasadxo'rning gipi bilan yoki siz bilmaydigan, tushunmaydigan odamning gipi so'zi bilan, tuhmati bilan bir adamga baho berib qolsangiz xatolashgan bo'lasiz. İnsan bo'lganlikdan ba'zi bir xato shaxsiyatida, uning ba'zi bir ishlarida xatolik bo'lishi mumkin. Biz shu kamchiligi, bu ham deganimizdek dinimizga, vatanimizga, mustaqilligimizga, xalqimizga ziyon bermaslar, biz uning kamchiligini bek ko'chlab ketmaymiz. İnson do'stlik yoki bo'lmasa qarindoshlik suhbatimiz bilan uningga maslahat, teklif, kamchilikni ko'rsatib bersak bo'ladi. Lekin haqorat tusunilash, shaxsiyatiga, oilasiga, bolalariga, uningcha mundaq obro'yiga mundaq haqorat qilib chiqishning o'zi nima deganda, shunda qilayotganlar odam emas. Mani haqorat qilib oldim, men menga chiqib mani tilib oldim, mani aqch qilib oldim, ko'ch qilib oldim. O'zining ko'nglini biroz xush qilishi mumkin. Ammo u ish o'zining beshiga keladi. Va shu xalqni haqorat qilgan shu tili kesilib bo'yniga silishi mumkin. Chunki ma tilingni yig', beshing ketmasin deydi ma cho'nglar maqal tamsillar. Ma og'zingni yig'masang, ma beshing ketadi, tilling ketadi deydi-ku. Shundaq insonlarning qillisi kunda xalqning nazarida qillisi ketadi deydi. Xalqning nazarida o'zi va ekran alış van uni tillab buni haqoratlagan bilan ani ko'gishlarning nafratida oshkora o'tirib uning inkasini nimasiga yozmagan bo'lsa-mu, nafratida uning nayt o'limga hukm qo'ygan ma'vo. Nayt bedbaxtgan ma'vo degan bahsi bilan, bedduosi bilan uning qilsi kunda bir qatim elinadi. Shuning uchun kallamızning kunda bir qatim elinmasligi uchun xalqning bedduosi qilishdan burun kallamizni, hushimizni deb basak yaxshi bo'ladi. O'zimizning ichidagi ba'zi bir munofiq
ve münafıksıman ve mankurut ve hasetxo'ruldan başka bizga eng cho'ng ziyonkashlik qilayotgan eng cho'ng dushmanimiz Xitoy tajovuzlari. Xitoy tajovuzlarini vatanimiz Sharq Turkistondan chiqamay turib bizga mustaqillik yo'q, bizga bir kun xotirjamlik yo'q. Bir kun xotirjamlik yo'q. Shuning uchun qarindoshlarimga deydig'im, biz ijtimoiy taratqularda bek bir o'zimiz tushunmagan, o'zimiz bilmagan ishlarga bek bir aldirab baho berib ketmayli. Hamda har kimning o'ziga loyiq inkos yozish, o'ziga loyiq o'zining ifodasini bildirish erkinligi bor. Lekin shu erkinlikni to'g'ri ravishda ishini bilaylik. Şuna qarindoshlarimiz deydig'im, ko'pincha qarindoshlarimiz aqlli, ko'pincha qarindoshlarimiz yiroqni ko'radi. Hozir nimaning kimning qandoqligini aniq. Şuna bu yerda chiqayotgan odamning qarasanglar, aslida bu odam mandara qadam ekan-go degan nimani hamma odam aqli odam buningga diagnoz qo'ya oladi. Hozir Xitoy vaziyatining jiddiylashyotgan, Xitoy vaziyatida ocharchilik, Xitoy vaziyatida ochliqdan qishlig'i, Xitoy vaziyatidagi Xitoyning ichki qismida energiya sababli nurg'ulg'an krizlarning paydo bo'layotganligini ko'ryapmiz. Xitoy oldimizda xalq qurultayining yig'ini va 11-8 kuni, 3-oyda siyosiy kengashining yig'ini va Xitoyning Şikanxo'rning vaqti to'shdi. Bu shaklda nurg'un siyosiy o'zgarishlar, siyosiy bir alomatlar ko'rilishi mumkin. Har xil shaklda vatanimizning o'zimizning qo'liga ishga bir fursatlar yetib kelyapti. Bu fursatlarga qanday tayyor turish bu bek muhim masala. Hammani Janob Alloh topshirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi.